Bugungi zakazimiz arpa non. Mijozlarimiz arpa non zakaz qilishgan, shaxsan men o'zim o'z qo'llariga topshirgani ketyapman. Qayerga borayotganimni sizga hozir birma-bir aytib o'taman. Bu yerda mana tayyorlab qo'ydik arpa nonlarni. Tayyor paketlab qo'yganmiz. 6 tasi TTZga, 20 tasi Jizzax viloyatiga, 60 tasi esa Yunusobodga jo'natamiz. Jizzaxga men taksilardan jo'natib yuboraman. Yunusobod bilan TTZga shaxsan men o'zim olib boraman. Kimga mana shu arpa nonlarimizdan kerak bo'lsa, men shaxsan o'zim sizga yetkazib beraman, masalan, so'tib mumkin. Va boshqa mahsulotlar ham kerak bo'lsa bizga murojaat qilsanglar, men o'zim yetkazib beraman. Bizning kuzatishda davom etinglar. Yunusoboddagi mijozimizga nonlarini olib keldim. Boya Jizzax viloyatiga taksilardan chiqarib yubordim. 20 tasini, mana hozir 60 tasini. Doimiy mijozimiz, Yunusoboddagi mijozimiz Fazliddin aka doim zakaz qiladilar. Hozir mahsulotlarni o'zlariga beraman. Mijozimiz o'zi mahsulotlarni olib kirib ketyaptilar. Mana shu xonadonda turadilar. Mana oxirgi mijozimiz, oxirgisi emas, bundan bitta oldingi mijozimiz TTZdagi mijozimizga olib keldim. 6 ta nonlarini hozir o'zligisi chiqib qabul qiladilar. Lekin juda ham chiroyli mahalla ekan.